Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga kerak ma'lumotlar har oldinda. Xorazm bo'ylab dastavchi ustanobchamiz bor. Aloqachi kamerasidan nomer qoldiramiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Qadrli bizlar YouTube'da, Instagram'da ko'rib turadigan klientlarimiz, ko'rishingiz mumkin bugungi ishimiz Bog'ot tumani Dehqon bozor qishlog'ida avtomat ovoz o'rnatib berganmiz. Razmerlari enini 3 metr, balandligi 3.37 bo'ladi. Bahosini boshida aytib ketaman. Bahosi 14.500.000 so'm o'rnatib berganmiz. Darvoza egasini Otabek akamdan fikrlarini eshitasiz. Otabek aka, ishimiz haqida bir fikr bildirib o'tsangiz, sifati, bahosi, bitish vaqtlari sizni qoniqtirdimi? Shular to'g'risida ba'zi ma'lumot bersangiz, keyingi klientlarga tavsiya etasizmi? Shular aytib bersangiz. Mana yine şu avtomat darvozani bize qalab shu Enverga buyurdik yine. Adi çirimiydi, o kraskasi ketmedi, zo'r. Ama şu 10 günde bitirib berdilar bunu. Vaqtında. Şükür işlashine gap yo'q, qoladi. Sizlar ham shuni tavsiya etamiz. Buyuraverasizlar Enverga. Bahosi qimmat emas. Bahosi yo'q, normal endi. Normalniy bahay. Zo'r. Misol uchun rangi o'chmasa, Rangi o'chmaydi. sovuq o'tirmaydi. Tem bo'lib bu pina bu ichidan pina sotilgan buni. Rossiyskiy material. Rossiyskiy material. Sotilgan. Zo'r, ajoyib. Ishlashlarini ko'rib bahosini beraverasizlar. Bizlar YouTube, Instagram profillarga obuna bo'lib kelsangiz, xudo xolasa baholarni skidga aytib beramiz. Doimiy mijozlar uchun, obuna bo'lib kelganlar uchun obuna bo'lib qo'ying. Shu darvoza olaman, ayni eshik olaman sifatli deb qarab yurgan odamlarga yuborib qo'ysangiz, videomiz manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Qolaversa, bu svet o'chgan vaqtni chataman deb savol berishingiz mumkin. Bu ruchnoy tomoni ham bor. Qo'lda ochib ilib bilasizmi? Mabodo svet o'chadigan bo'lsa, endi o'zida ruchnoy bo'ladi. Musabbek yaqinroqdan ko'rsatib berasan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ishlaydi, ishlash tartibi. Shu qo'yaveradi. İşleş tartibini görüşünüz mümkün. Yengil işçiydi. İşlaganda yengil. Hozirgi vaqtlarda O'zbekiston hech yerda hozir svet o'chishmaydigan muammo yo'q. Основной tok bilan ishlaydi. Tushuntirib o'tganimdek, hali siz ruchnoy ishlaysiz, umuman hojat bo'lmaydi, xudo xolasa. Sifatlarni o'rnatib beramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.